Ziyrak ovchi. Adabiyot kitoblarida hikoya qilinishicha, Xusrav ismli bir podshoh baliq yeyishni yaxshi ko'rar edi. Bir kuni u chiroyli manzarali joyda xotini Sirin bilan o'tirgan edi. Bir ovchi qo'lida katta baliq bilan kelib, uni podshohga hadya qildi. Uning bu ishi podshohga yoqib ketdi. Ovchiga 4000 dirham berib yuborishlarini buyurdi. Xotini Sirin, "Yaxshi ish qilmadingiz", dedi. Xusrav, "Nimaga?" dedi. Sirin, "Bu ishingizdan xizmatkorlaringizga keyin buncha ul bersangiz, ular uni kam deb hisoblaydi. Yana 4000 dirham bersangiz, bir ovchiga ham shuncha ulush bergan deydi. Agar 4000 dirhamdan kam bersangiz, bir ovchiga ham bundan kam bergan deyishadi", dedi. Xusrav, "To'g'ri aytding, lekin endi buni qaytarib ololmayman, chunki bergan narsani qaytarib olish podshohlarning sha'niga yarashmaydi", dedi. Sirin, "Men uni qanday olishni yo'lini bilaman", dedi Xusrav. "Qanday qilib?" deb so'radi. Sirin, "Ovchini chaqirib, sen bergan baliq erkakmidi yoki urg'ochimidi deb so'raysiz. Agar erkak edi desa, bizga urg'ochisi kerak edi deysiz. Bordi-yu urg'ochi desa, bizga erkagi kerak edi deb aytasiz." Ovchini podshohning huzuriga olib keldilar. U juda ziyrak odam edi. Xusrav unga, "Bu baliq erkakmi, urg'ochimi?" dedi. Ovchi boshini egib yerni o'pdi va "Shohim, bu baliq erkak ham urg'ochi ham emas, xunasa", dedi. Xusrav bu gapni eshitib kulib yubordi va ovchiga yana 4000 dirham berishni buyurdi. Ovchi 4000 dirhamni olib xaltasiga soldi va uni yelkasiga ko'tarib chiqishga otlangan edi. To'satdan 1 dirham yerga tushib ketdi. Shunda ovchi yelkasidagi xaltani yerga qo'ydi va engashib, yerda yotgan 1 dirhamni oldi. Podshoh va malika buni holatni kuzatib turar edi. Sirin, "Shohim, uning xasis va pastkashligini qarang. 1 dirham uchun yelkasidan 8000 ni yerga qo'yib, uni egilib oldi-ya, unga e'tibor bermay ketaverganida birorta xizmatkor olarmidi", dedi. Bu gaplarni eshitib Xusravning jahli chiqdi va Sirinning gapini tasdiqlab ovchini qaytarib chaqirdi. Ovchi qaytib kelgach unga, "Ey pastkash, sen odam emas, pastkash. Sen odam emas ekansan-ku. 1 dirhamni olish uchun yelkangdagi shuncha pulni yerga qo'yib egilding. Uni qoldirib ketishga ko'zing qiymadi-ya", dedi. Ovchi darhol yerni o'pib, "Ey olampanoh, Alloh umringizni uzun qilsin. Men bu 1 dirhamni meniki bo'lsin deb olmadim, balki tanganing bir tarafida podshohning surati borligi uchun uni yerdan ko'tardim", dedi. Xusravga uning bu gapi yoqib ketdi va unga yana 4000 dirham berishni buyurdi. Shunday qilib ziyrak ovchi 12000 dirham bilan uyiga ketdi. Insonning ziyrakligi faqat uning foydasiga ishlaydi. O'g'rilarni fosh qilgan baliq. Husayn ibn Hasan ibn Ahmad ibn Yahyo Vosiqiy aytadi: "Bobom Bag'doddagi Muktafi Billohning mirshabligida ishlar edi. Uning ish kunida juda katta o'g'rilik sodir bo'ldi. Savdogarlar yig'ilib Muktafi Billohga borib shikoyat qildi. U o'g'rilarni topishga yoki molni qaytarishga hukm qildi. Bobom bir o'zi otini minib Bag'dod ko'chalarini tunu kun aylanar edi. Bir kuni notanish ko'chaga duch keldi. Unga kirganida ko'cha eshiklarining ba'zilarida katta baliqning suyaklarini ko'rdi. Uning kattaligidan 120 ekanligidan chamaladi. Kushxonadagilardan biri, "Mana bu baliqning kattaligini ko'ryapsanmi? Uning narxi qancha turadi?" deb so'radi. U 1 dinor turadi. Bu ko'cha aholisi bunday baliqni sotib olmaydi, chunki u sahro tarafdagi ko'chadir. Bunda bir gap bor, tekshirib ko'rish kerak. Bu juda yaxshi fikr. U kishi shu ko'chada yashovchi bir ayoldan so'rash kerak deb maslahat berdi. Suyak osilmagan eshikni taqillatib undan suv so'radi. Eshikni zaif bir kampir ochdi. U suv tutayotganida Vosiqiy ko'cha va uning aholisi haqida so'radi. Kampir baliq suyagi osilgan uyga ishora qilmaguncha nima gapligini tushunmadi. Keyin shunday dedi: "Men unda yashovchilarni taniyman.
Bilganim, u yerda savdogarlarga o'xshagan 5 ta yigit bir oydan beri shu yerda. Ular kunduzi juda kam ko'chaga chiqadilar. Ulardan biri biror necha uchun ko'chaga chiqsa tezda ortiga qaytadi. Kun bo'yi ular yig'ilib, yeb-ichib shaxmat va narda o'ynab o'tiradilar. Ularning xizmatidan yuradigan bir yosh bola bor. Tun kirganda ular tarixdagi uylariga ketadi va bolani uyni qo'riqlagani chaqiradilar. Ular saharda biroz uxlab yotgan paytimizda keladilar. Ularning ketish vaqtini aniq bilmaymiz dedi. Vali suvni ichishni to'xtatdi va bir o'g'rilarning sifatimi yoki yo'q dedi. Eshik oldiga meni qo'yib atrofida poylab turinglar dedi.